Aziz o'quvchilar, alifbe darsimizda 5 ta so'zdan 5 ta top deb nomlangan 5 ta xatoni topishingiz kerak. Qani shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Bu yerda sizni nimangizni bilamiz. Bilimingizni sinab ko'ramiz. Mana 5 ta so'z yozdim. Shu 5 ta so'zda xato qilib yozdim. Demak, qaysidir harf yo bittaga ko'p yoki men o'sha harfni noto'g'ri yozdim. Siz ana shu harfni to'g'rilashingiz kerak. 5 tasidan 5 tasini to'g'ri topsangiz, mutlaq g'olib bo'lasiz va pul yutug'iga ega bo'lasiz. Boshladik. Jimamiz. Bitta qoldi. Hey. Etmaymiz. O'qiymiz, o'qi. Muhammad. Barakalla. Demak, gaz, gulda ikkitala bo'lmaydi. Maktab emas, maktab bo'ladi. Saroyda ikkita ye bo'lmaydi, hamda gumbaz emas, z harfi bo'ladi. Barakalla, 5 ta so'zdan ham 5 ta xatoni topdi.